Assalomu alaykum, qadrli Umid Rashidov kanali kuzatuvchilari. Biz bilasizlar 2 yildan beri mana shu vodiyda ishlab chiqarilgan drabilkalarni sotamiz. 2025-yilda oxirida esa Samadov brendini Surxondaryodagi rasmiy dillerga aylandik va Samadov ustaxonasida qanaqa mahsulot ishlab chiqariladigan bo'lsa, endilikda siz qisqa fursatlar ichida mana shu Surxondaryodan xarid qilishingizni ta'minlab beruvchi vakilmiz. Samadov brendidan ko'rgan bo'lsangiz kerak, 2025 da oxirida mana shunday drabilkalarni ishlatganda, xashak o'tkazganda changlarni chiqarmaydigan palatkalar ishlab chiqaruvdi. Bu palatkalarni juda ko'p kishi qiziqish bildirdi va so'radi bizdan va biz buni olib kelib qo'ydik. O'zi 3 kun bo'ldi kelganiga. Buni mashinadan tushirayotgan vaqtimizda ham o'zi sotdik nechtasini. Juda ko'p kishi o'zi izlab yurgan ekan. Bu palatkamiz oddiy narsa. Hozir bolalar xomini ham olib keling. Azbi xomini ham olib keling. Xo'p, bu oddiy narsa. Buni qo'lda ham yasasa bo'ladi. Samadovda o'zi ham aytdi, o'rtoqlar o'zlaringiz yasab olsangiz kerak deb mana shuni ko'rsatib ham berdi. Buni tarkibi endi nima? Oddiy santexnika turba, har xil trayniklar va ugullari tarkibi shuni tarkib topadi bunday olganda. Buni qo'ldan yassam ham bo'ladi, agar erinsangiz tayyorini sotib olsangiz bo'ladi. Bizda mana shunday komplekt holatda keladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak 380 ming so'm. Mana shunday komplekt holat, buni shunday yig'asiz mana. Yig'iladigan variantda qilib jo'natishgan bizga. Buni yiqqaningizda mana shunday holat bo'ladi. 380 ming so'm. Do'konimizdan kelib olib ketasizlar. Ishlatish tartibi mana bu yo'g'ini ko'rayotgan bo'lsangiz, drabilkani og'zi kiradigan joy qilingan. Undan tashqari mana bemalol taglari ham yopiq, ko'rishingiz mumkin. Hech joyda rasm qilmaydi. Ayniqsa shaharda qo'y boqadigan, bitta ikkita ho'kiz, sigir boqadigan akalarimizga juda zo'r narsa bu. Bemalol qo'yni-qo'shniga zarar qilmagan holatda bo'ladi. Mana bunday qilib buni ochiladigan zamok ham qilingan. Bemalol shuni ochasiz. Buni o'tkazib, olib borib molxonaga shundoqqina to'kib, yana qaytib kelib o'tkazsangiz bo'ladi. Endi ba'zilar aytishi mumkin, bunda Umid nechta press ketadi, nechta? Kamida 4-5 ta ketadi. Mana shuni o'ziga ham. Va ba'zi insonlar bor, kuniga bir dona, yarimta qo'ylarga shunaqa yeryong'oq yoki yantoq yoki somonlarni maydalab beradi. Ana shunday akalarimiz shu. Mabodo izlab yurganlar bo'lsa, prosta tak sizlarga variant bu. 380 ming so'm, yana ham kelishar joy bor. Agarda buni arzonroq variantga tushishi ham bor. Qanday? O'zingiz shundoq mana bu santexnik turbalarni sotib olasiz, bitta utukingiz bo'lsa, shuni yasab olasiz. Mana bunday chodirlarni esa yaxshi materialdan o'zingiz shuni tiktirib olasiz. Erinmasangiz. O'shanda sizga arzonga tushadi. Agar shu ham shuncha qimmatmi deganlarga. Endi bu drabilkalarimizni bilasizlar, yem xashakka mo'ljallangan varianti. Buni 3,5 kilovatdan to 6,5 kilovatgacha bor. Bemalol kelib, mana shu angordagi do'konimizdan sotib olishingiz mumkin. Manzilda video davomida aytaman. Yangiliklardan istoriya qo'ygandik, juda ko'p kishi qiziqish bildirdi. Buni Samadovda o'zi taqdimotini ham qildi. Bu apparatimiz faqat yem o'tkazadi. Soatiga 350 kilogramdan 400 kilogacha. Balki undan ham ko'proq. Tok yaxshi bo'lsa. 6,5 kilovatlik motor, 3,5 ming оборот, toklarda mana ko'rsatib turadigan bu yoqda ekranlari ham bor. 220 ga ishlaydi, eng pasti 190, 200 gacha ishlab beradi. Buni vazifasi ko'rishingiz mumkin, faqat donlarni yem qilib beradi, ikki xil. Mana bunday kepak holati va yorma qilib berish xizmati bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Setkalari mana bu yoqdan qo'yiladi. Mana bu hozir yormaniki turibdi. Buni mana bunday yorma setkalar mana shu yerdan almashadi. Katta pichoq ko'rishingiz mumkin. Juda tez. Buni ishlashlarini biz istoriyalarda ham qo'yganmiz. Xuddi mana shunday qilib almashtirasiz, yopiladi va bemalol ishlataverasiz. Bu bunday ko'p ho'kiz boqadigan akalarimizga, tegirmonga faqat qatnayverib joniga tekkanlarga juda zo'r narsa. Narxiga keladigan bo'lsak, buni 6,5 kilovatligini xuddi mana shu drabilka narxida sotilyapti, 3,5 million so'm. Buni alyumin variantlari bor, 3 million 200 ming so'm sotilyapti o'rtoqlar. Kelib do'konimizdan bemalol xarid qilishingiz yoki dastavka qildirishingiz mumkin. Dastavkasi manziliga qarab kelishiladi. O'rtoqlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yoqda drabilkalarimiz juda ko'p. Bugun yana 6,5 kilovatlik zavodskoy maxavikdan ham 10 dona kelyapti. Yo'lda sal
noxushlik bo'lib mashina sal avtohalokat bo'lgan ekan, ya'ni ja strashni emas, mashinani turtib olgan, shuning uchun ertaga keladigan bo'ldi. Alloh mushkulini oson qilsin do'stimizni ham. Xo'p, bu o'sha alyumin varianti 3.200.000. Bu ham xuddi shu ishlash jarayonlari shunday, faqat tok pastroq joylarga buni ishlatsa bo'ladi. Bundan tashqari mana bu drabilkalarimizda 3.5 kilovatliklari ham bor. Kesalaringiz, uni ham tushuntiramiz. 3.5 kilovatda mis, alyumin hammasidan bor. 3.300.000 so'm 6.5 kilovat mis, 2.900.000 so'm alyumin, 3.5 kilovatligimizda misi 2.900.000, alyuminlari esa 2.600.000 so'm. Dastavka xizmati kelishamiz. Nasib bo'lsa, yaqinroq bo'lsa, shu narxida olib borib ishlatib ko'rsatib, bir oy garantiyasini ham beramiz. Korpusiga esa agar shu sex aytgandek qilib ishlatsangiz 6 oygacha samolyotga o'zi garantiya beriladi. 4 xil nasatkalari qo'shib beriladi. Xashakka, donga, hammasiga to'liq. Buni dumaloq variantlari ham bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar, xullas ko'p. Ertaga yana yuk kelyapti. Yomg'irdan, qordan, panada mana hech narsa bo'lmagan holatda quruq turibdi, uyingizga mana shunday holatda olib borib beramiz. O'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin, endi sezoni hali o'tmadi deb o'ylayman, chunki olib kelgandik, juda ko'p sotildi. Bu atrobotka pechka, buni ko'proq issiqxonalarga, buni tovuqxonalarga, mana cho'ja boqadiganlar, keyin sushilkalarga ishlatishyapti. Bu 2 soatda 1 litr rasxod aytilyapti. Ko'rishingiz mumkin, yonishlarga bitta baho berasizlar mana. Buni yopsangiz sal sekinlashadi, ochsangiz tezlashadi. Buni narxi 580.000 so'm. Agarda yo'limiz bo'lsa, dastavkasini ham kelishamiz. Mana shu videoni ko'rib kelganlarga va like bosganlarga yana ham kami bo'ladi. Aytilgan narxlardan kelishar joy bor, o'sha joyni esda olib qo'yasizlar. Samadov brendidan pechkalar har gal olib kelganimizda 10 ta, 20 ta olib kelamiz. Shu oxirgisi deymiz. Undan keyin ham yana 50 ta sotdik. Kecha yana 15 ta keluvdi. Bu ham yarmi ketib qoldi pashta. Chunki dastavka bo'ladi, onlayn sotiladi ko'pi. Bu pechkamiz 208 lik list. Taglari chugunni bo'ladi. Og'zi katta, 25 ga 25. Tagi tortmali, seli tortma, ko'rishingiz mumkin. Orqasida tapchanlisi va bez tapchanlisi bor. Narxi 850.000 so'm. 900.000 so'm shunday sotilyapti. Kelaverasizlar, buni ham chiroyli narxda qilib beramiz. Mana bu yoqda o'sha atrobotka pechkalarimizda juda ko'plab variantlari bor. Cheklanmagan miqdorda bor. Va sezoni kelayotgan mahsulotlardan arava. Mana buni oldin ham obzor qildik, hali mana balonlarni qotirishimiz kerak. Juda yengil, baquvvat va stroykada sizga 2 kishining ishini qilib beradigan aravalar. Mashina balon konteyner mahsulotdan bo'lgan, sopi ham konteynerdagi, rezinlari, hamma narsasi bor ichkarida. Narxi 650.000 so'm. Mana shu videoni ko'rib keldim deganga, xudo xolasa bitta like bosganga bonusini qilib beramiz. Undan tashqari bunaqasidan emas, skuter balondikidan kerak deganga ko'rishingiz mumkin mana. Bunimiz ham xuddi shu variant, faqat baloni skuterdagi bo'ladi. Mana pachemniklari ham bor. O'slari, kontragaykalari hammasi komplekt mana. Kontragayka bo'ladi, yechilib ketmaydi, haydaladi. Buni narxini 600.000 so'm. Buni ham kami bor. Undan tashqari 2 g'ildirakli arava izlagan va qiziqqan, olmoqchi bo'lgan akalarimiz, ayniqsa musofirdan kuzatayotganlarga 850.000 so'mdan 10 ta olib keluvdik. 2 kunga yetmadi, qarochi. Ertaga 9 tonnalik Isuzu bilan bitta yukimiz kelyapti. Salgina yo'llarda zapravka muammo bo'lgani uchun mashina qiyinroq yukimiz kelyapti. Shuning uchun birdan 9 tonnaga bosdik. Badiya kelyapti, rastorni badiyalar, har xil mahsulotlar, aravalar, qo'yoqir, moloqir, joduni katta, kichik hammasidan kelyapti. Bemalol kelasizlar do'konimizga. Jodu apparatlarimiz har doimgidek 620.000 sezoni kelyapti bularda ham. Garelkalarimiz narxini ancha kishi bilib qoldi. 1.200.000 ga 1 million. Ko'mir garelkalar 1 million. Atala qozonlarimiz 1.270.000 dan boshlanadi. 200 taligi to ko'rishingiz mumkin 5 talikgacha bor. Keyin yana bitta narsa, agarda siz mana shu yerdagi mahsulotlarni har bittasini alohida ma'lumoti narxiga qiziqsangiz, mana opsiyaniyada men yoki kommentariyada silka qoldiraman. Chorva Center Umid Rashidov do'koni.
o'sha shundoq Telegramga kirsangiz, mana shu mahsulotlarni alohida biz ma'lumotlari va narxlari bilan joylab boramiz. Endi o'choqlarimiz ham 18 talik qozondan boshlanadi, to 200 talikgacha bo'ladi ertaga. Ertaga 200 talik qozonlarimizga ham qalin o'choqlar kelyapti. Sumalak sezonga, to'ylarga, tadbirlarga va mana bu mahallasiga ehson qilaman degan aka-ukalarimiz bor-ku, Rossiyada ishlab yurib, mahallamga nimadir foydam tegadi, bir yaxshi kunida, ayniqsa ma'rakalarda bir duo qilishsin deb samovar bitta mana shunaqa o'choqlar ehson qilaman deb yurgan akalarimizga maxsus Xudo xolasa 200 talik, 250 taliklar ham keladi, 100 taliklarigacha. Ularda ham narxi har xil 130 ming, 140 mingdan boshlanadi, to ketaveradi 300 minggacha. Mol oxirlarimizni ham qisqacha aytib o'tib ketaman. 260lik tayyor qo'y oxirimiz 420 ming so'm, kami bor. Mol oxirimiz 260ligi, 235ligi 560 ming, kami bor. 2 metrliklari 360 ming, dastavkasi kelishiladi. Xomlari ham bor, xullas kelaverasizlar. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Angor tumani Talimoron chorrahasi Angor Karvon saroyida joylashgan. Tepada biz ochildik afishasi bor, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda M39 yo'lda yoqasida. Undan tashqari mana shu Angor Karvon saroy bozoridan do'kon xarid qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, kelaverasizlar. Hozirda aksiyalar ketayotgan ekan. Mana shu bozor mutasaddilari aka xalqimizga aytib boring, bozordan mana shu do'kon olmoqchi bo'lganlar kelaversin. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Undan tashqari kadastr hujjatlari, hamma narsasi shu yerda qilib olinadi. To'liq ma'lumot olishni esa sotuv bo'limimizga kelishsin deyapti. Kelasizlar, albatta bu video ma'qul kelgan bo'lsa bir dona like bosib qo'yingizlar. Agar malol kelmasa, agar yoqmasa dizlayk bossangiz ham bo'ladi. Kanalimizni kuzatib borish uchun esa albatta obuna tugmasini ham bosib qo'yasiz. Rahmat e'tibor uchun. Sizlar bilan Umid Rashidov, men va operatorimiz Baxtiyorbek bo'ldi. Operatorda mehnatiga bitta like bosib qo'yasizlar.